Assalomu alaykum hammaga. Xullas, mani ijtimoiy tarmoqda hech qanaqa Qirolicha Kaniza nomli akkauntim yo'q. Telegramim ham yo'q. Telegramdan ham butkul voz kechib ketganman. Instagramni ham o'chirib tashlangan. Instagramda ham mani akkauntim yo'q hech qanaqa. Keyin boshqa profilda ham, YouTube'da ham, TikTok'da ham, umuman mani ijtimoiy tarmoqlarda hech qanaqa Qirolicha degan akkauntim yo'q. Ko'pchilik mendan so'rashibdi. Qirolicha Kaniza butkul ijtimoiy tarmoqdan ketdimi? Nimaga endi Qirolicha Kaniza yo'q? Endi faoliyat yurgizmaydimi? Blogerlik endi shu 100 mingta obunachini yig'ib bo'lgandan keyin to'xtadimi? Mana shunaqa gaplar juda ham ko'p yozilgan. To'xtadi, o'sha yerda qoldi, bo'ldi. Endi qilinmaydi bu yog'iga. Shuning uchun Qirolicha Kaniza endi yo'q. Unaqa akkauntim maniki yo'q. Hech qanaqa. Shuning uchun boshqa soxta profillarga ishonib o'tirmanglar. Ya'ni Qirolicha Kanizani taxallusi ostida ochilgan yangi profillar ham juda ham ko'payib ketibdi. Ya'ni men Qirolicha Kanizaman, qaytib keldim Instagramga degan gaplar juda ham ko'payib ketibdi. Ya'ni boshqalar shunaqa qilib profil ochib olib, meni nomimdan ochib turib, o'zi meni videolarimni joylashib, Qirolicha Kaniza qaytdi deb o'sha prosmotriyaga yoki deb obunachilarni ko'paytirishayotgan ekan, lekin mani haqiqiy realniy akkauntim Qirolicha Kaniza nomi ostida hech qanaqa profilim, akkauntim yo'q. Shuning uchun barchalarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Ya'ni u akkauntlar hech qanaqa akkauntlar meniki emas. Mani Qirolicha Kaniza nomli akkauntim yo'q. Butun ijtimoiy tarmoqda mani Qirolicha Kaniza nomli akkauntim yo'q. Shuni aytmoqchiman. Barchasini o'chirganman. Hamma akkauntlarimni o'chirib tashladim. Shunaqa gaplar. Haqiqiy boshqa Instagramni hali ochmadim. Realniy o'zimni shaxsiy Instagramimni hali ochganligim yo'q. Bo'lmasa men sizlarga birinchi o'rinda ogohlantirib bergan bo'lardim Instagramimni. Hali men Instagram ochmadim. O'zim nom qo'yib o'sha Qirolicha Kaniza deb o'zim shaxsiy akkaunt ochmadim. Yoki boshqa YouTube, TikTok, boshqa profillarni ham Qirolicha Kaniza nomi bilan ochmaganman. Shuning uchun e'tiborli bo'lasizlar bu borada. Har xil soxta profillarga ishonib, ularga yozib, Qirolicha Kaniza qaytib keldingizmi Instagramga deb, ular bilan gaplashib o'tirmanglar, vaqtingizni ketkazib, chunki meni hech qanaqa u yerda akkauntim yo'q. Hammasi soxta, fake akkauntlar. Meni o'zimning akkauntim u yerda mavjud emas va meni agar shaxsiy o'zimning akkauntim bo'lsa, men birinchi o'rinda sizlarga beraman. Mana shu akkauntlar meniki, obuna bo'linglar deyman, lekin hali beri unaqa rasmiy qilib hali bironta akkauntim yo'q, ochmaganman. Shuning uchun Instagramim yo'q. Men sizlarga aytmoqchiman shuni. Ishonmanglar.